Assalomu alaykum do'stlar. Nega video oradan 5 yil o'tdi. Endi sizlar uchun unaqa ko'p cho'zilmaydi ham. 5 yil o'tdi va men ancha qiynalib qoldim, chunki ko'rib turganingizdek hech narsam yo'q va pulingchi desangiz olmos bloklarim anaqa pulim kam qolgan. Bu olmos qilichni unaqasida puli. Hamlarni yangi sotgandim, o'zim sinib ketgandi. Va iPhone X ni qanday solaringiz? iPhone X ni o'rniga iPhone 7 Plus'ni olyapman, Redmi 6'ni ishlatyapman. To'xtinglar, Arturni ham ko'ringizlar. Artur! Qo'yapsan-ku, oyog'im qimirlab yotibdi. Bilib qolding-da, sen meni uyg'otib yubording o'zi. Chiq bu yoqqa. Qarama, yotgan holimda nima qila olaman? Hatto qarama. Burdim, chiq tez. To'xta qara. Ha, bo'pti, xursand ekansan hayotdan chiq. Chiq dedim. Kuching hali ham to'planmadimi 5 yildan beri. To'xta chiqibman, ey. Bugun baliq ovga borishimiz kerak edi. Qanaqa baliq ov? Jinnib qolding. Esingda yo'qmi? Ha, baliq oviga borishimiz kerak edi. Shuni avval aytmaysan. Tayyormi? Aytgancha kecha aytib qo'ygan aqim bor edi-ku, men bu xaridani print qilishim. Qildingmi? Ha, qilaman. Xo'sh. Qani berchi? Yo'q. 1 minut sabr. Sabr tagi sariq nimadir? Sal balandroq gapir, ovozing eshitilmayapti menga. Nima karmisan shunchalik? Ha. Men 8 tasini print qildim. Qolgan 55 tasini keyin print qilsam bo'ladimi? Shunday. Hammasi bir xilmi? Yo'q, juda bir xil emas. Ey bro, men yangi narsa sotib oldim. Nima? Aldayapsan, hammasi bir xil-ku. Ana ko'rib turibman, kelasang. Aldoqchi bo'l ekansan. O'sha print qil dedim, men o'shani print qildim. Bir xil-ku. Bir xilmas deding sen. Qara, men zo'r narsa sotib oldim. Nimaligini bilasanmi? Yo'q. Qara. Endi bu. Yur, janob merni oldiga borak. Nima? Odam ko'rmaganmisan? G'ilaymisan, yur, janob merni oldiga borib so'rab kelak. Qarmoq olganmisan? Qarmoq? Menda bor bitta. Menchi. Aytgancha hozir bitta zakaz qilaman. To'xta, men merni oldiga borib kelay. Telefonimni yo'qotib qo'ydim. Yo'q-e? Shunga mana bunaqa Nogironskiy telefon ishlatib yuribman. Qachon yo'qotding? Bilmadim, endi seni uyingga kechasi kirib borib ichib o'tirganimda yo'qotib qo'yganman. Qachon kirib kelding uyingga? Kecha. To'xta, janob merdan borib olishga so'ray. Esingda emasmi, sen bilan karta o'ynadik, faqat ko'zing. Qayerdasan o'zing? Mana yaqiningda turibman. Mana to'xta, janob merdan. Janob mer. Janob mer qani? Janob mer yo'q ekan. To'xta, hozir zakaz qo'yib bitta. Alo. Zakaz berdingizmi? Yomg'ir yog'di, chapakshal bor. Chapakshal deyapman. Jonga tegding, mendan foydalanar. Zakaz qani? Meni kuchim ancha tugaganki, men ijodiy rejimga umuman o'ta olmayman va yo'qolib qola olmayman. Men qarochi hozir oddiy odamday bo'lib qoldim desa ham bo'ladi. To'xta, zakazimni olib kelaysan, ungacha hamma narsani tayyorlab tur. Borsak bo'ldi, boshqa narsa kerak emas bizga. Qarta ham yest. Atak to'g'ri. Nima qilyapsan? Zakaz. To'xta. To'xta. Erta baliq pishiramiz? Erta baliq pishiramiz? Ha. Kirkka olasanmi, olaymi? Men o'zim uchun. Menga zakaz berishmadimi, senga berishdimi? Kirkka olaymi, olasanmi? Ovalayman-da, bir tegi kirkam ham yo'q. Pechka o? Seni bir stak pechkam bor edi. Pulimga tegma, o'ziga deyman. Bir stak pechka. Olib chiqyapsanmi? Hozir. Og'irmi? Sen borib tur, men hozir o'zim chiqaman. Davay. Do'stlar, endi Lord Artur kelib qolsa kerak. Boraychi. Negadir men uyda ko'rmadi. Ana jitil merga o'xshab kiymoqdi. Menimcha merga prank qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, mer yo'q. Yo'l esimda do'stlar, mana shu yerdan o'tamiz. Shetda o'tamiz va janob mer. Nima qilyapsan? Qachon keldingiz bu yoqqa? Men dam olishga haqqim yo'qmi? Men bugun ertalabdan kelib olganman. Uyingizga borib qarsam yo'q ekansiz. Kelib olganman-da men. Mana bu nima? Bu chodirmi?
Ha, yotishimga joy tayyorlab qo'ydim platformacha. O'sha yotasizmi? Ha? Qachondan? Aytibman-ku bugun keldim deb. Necha kun demoqchi? Necha kun yotasiz? Bir hafta. O'g'ay? Ha. Bir hafta mersiz qishloq nima bo'lar ekan a? Yo'q, Umid. men telefon havasini hal qilib turaman. Mana Artur mani o'rnimdan tursanchi. Ey janoblar, menga o'zim firmamni qaytarib bering, pulsiz qiynalib qoldim. Yo'q. Qaytara olmayman, menga afsus o'rniga. Men odam berib yubordim. Mana odamga urib berib yubordim. Kipr ekansiz lekin. Yo'q, bizda kibri yo'q. Unga nega menga firmani bermayapsiz? Berishim nima kerak? Katta bo'lib qoldim. Qarang, Redmi 6 ishlatib yuribman iPhone'ni o'rniga endi. Eshityapsizmi? Nima deysan? Redmi 6 ishlatyapman. Qaraymiz? Sal uyqusirab yotibman chunki kechadan beri uxlamasdan hammasini tayyorlaganman. Ko'p narsa ham yo'q-ku. Printer sotib oldim, ko'chaga chiqib narsalar sotib oldim. Kechasi bilan aylanib yurdim, короче. Menga firmamni qaytarib bering, gada bo'lib qoldim. Hozir iPhone 7 ni video olyapman mana shu yerda. 7. Nima qilay? Yordam bering. Mayli, qo'limdan kelgancha qarashaman. Bitta firma bering, qarayman uzoq bo'lsa ham. Mayli, beraman. Faqat bitta shart bor. Ayting. Короче, bugun menga ikkita baliq tutib ber, bro. Baliq yo'qmi? Yo'q, tuta olmadim men. Hozir, liboymi? Farqi yo'q. Hozir tutamiz. Hozir his qilamiz. Faqat bitta shart bor, oktagonga chiqqan baliq bo'lsin. Bo'ldi. Oba. Hozir men tutaman. Artur kelmoqda do'stlar. Ikkinchi qo'limga olay desam og'irlik qilyapti. Ikkinchi qo'limga ola olmayapman, afsus. Tak, baliq tutilmayapti. Janob mer? Nima? Baliq tutilmayapti oktagonga. Ana keldi. Oba. Mana oktagonga chiqqan ko'kargan baliq bo'ladimi? Zo'r. Yana shundan bitta tutib ber, bro. Mana oy. Keldim. Hamza? Pufferfishmi? Yo'q. Jabir janob merga. Mer qalaysiz, negir nima qilib yuribsiz bu yerda? Baliqni ozod qildim. Mayli, mana yana tutib keldim. To'xting janob mer, baliq ilindi. Oba. Mana oktagonga chiqqan yana bitta mer. Qarang bo'ladimi? Bo'ladi. Beradi menga. Mang. Qo'ysam bo'ldi. Bu pufferfish-ku bittasi. Buni yeb meni o'ldirmoqchimisan. O'ziz mayli dedi. Uyqusirab yotganini bilamsan? Xurshid, men nima topganimni bilasanmi? Yo'q. Da tayyorlashga joychi? Endi o'zimizga baliq tutyapman. Janob kelaman, Xurshid. Hozir kelaman. Do'stlar, shuni ham ko'rasizlarmi? Kreativ bo'la olmayotgan bo'lsa ham narsalar olgan, inqirobsizlik bu. Baliq keldi. Hop. Qayerga borib kelding? Qaytib kelyapsan. Qayerga borib kelding? Qayerga? Nima deydi? Prosta uchib keldim. Telefoningga qolding? Bitta telefon qildi, короче. Keyin telefonimni suvga tushirib qo'ydim. Shunday qolay. Ahmoq telefon qo'l bo'lyapti. Pechka olib keldingmi? Pechka emas, men buni olib keldim. Campfire. Kostyor, короче. Yur, biz o'zimizga ham platformacha qilak. Gadoymer, короче, qolib o'tiring. Nima dedi? Meni gadoy dedimi? Hali bitta yerga urib qo'ysam bo'lam o'zim bilan. Artur. Nima? To'nqoy bichishi basqi. Yana to'nqoy bichishi basqi desin, borib to'nqoy bichibsan. Qayta platforma qilamiz, yo'q. U yoqqa ketib qolmaylik. Men sen uchib kelishim mumkinmi? Qaytib kelaman. Nima balo qilding? Qayerdan bilay, biz tog'da-yu, biz qishloq. Buni sen ham mendan yaxshi bilasan. Yur, boyaga joyga boraylik. Hozir to'xta. Baland ekan. To'nqoy bichma desa ham to'nqoy bichadi do'stlar. Platforma masha qilib. Bizga blok kerak, men bu yoqqa. Sen menga 3 ta loy qazib kelsang, men senga bitta non beraman deyim. Yo'q. Sen men oldimga platforma Rachi, oldimga joy topdim. Baliq tutyapman. 8 oyoqlarim bor ekan. Sen men oldimga men platformaga tayyorlab qo'ydim. Men o'sha baliq tutyapman. Kerak bo'lsa o'zingki.
Bro, balandgina joydan, короче, baliq pishirib o'tirishga nima yetsin, a? Ha, baliq qanday tutasan? Aytgancha ko'z oldimda sakkiz oyoqlar bo'lib qoldi. 8 oyoqli yemoqchimisan shunda sen? Yo'q. Qara, men o'zim bilan nima olib keldim. Va printer ham olib keldim. To'xta, baliq ovlandi. Puffer shish. Puffer fish. Puffer fish. Yarashaveradi menga. Ke, bu yoqqa, platforma topdim, bu yoqqa. Hey, sen meni oldimga kerak bo'lsa. Menga farqi yo'q, baliqlarim uyimga ketaveraman men. Oldimga kel, men qanaqa chiroyli joy chaqib qo'yganim. Sotsam bo'ladi buni lekin. Eshitibsanmi? Sota olaman men buni. Oy, kimdir menga tashlandi. Kim ham tashlanadi mendan boshqa? Ay. Hey! Pistoletim bor, короче, oldimga kel. Nega nega o'lib qolmadim men? Bu arbalet bu. Pistolet. Baliqni uxlatding. Xo'sh, bro, keldim. Baliqni uxlatding, jim tur. Baliq yeyishni xohlasang chetga ana platforma qitestes. O platforma naryoqda baliqlar tutib bo'lgandan keyin chiqib borib yeymiz. Men qanday chiqaman? Sen uchib borasan. Yo'q, men platforma chiqib qo'ydim, chiqishgani joy chiqib qo'ydim. Baliqcham. Meni qarg'amga baliq ilinmayapti. Puh bo'lma g'oritdi. Ana kelibdi. Qanaqa baliq? Puffer fish. Bugun o'zim tayyorlayapman-da o'zimga. Pichog'ing bormi tangalarini tozalashga? Pichoqni nima qilasan? Mes bilan tozalaymiz. Urib ezib qo'yamiz deb qo'y-qo'y. Bir tarafdan to'g'ri. Bo'pti, men anaqa bo'ldim. Baliq tutib bo'ldim. Menga ham ber bitta. Olmay. Mayli, roziman. $10 ber. $10? Menda dollar yo'q-da, menda qimmatbaho tosh bor. Baliqlar pishirib sotsam ancha pulga ketadi. Bro, men nimagadir g'alati bo'lib yotibdi. Meni balag'im pishyapti. To'nqayib uchishi boshqa jonga tegdi. Qanaqa to'nqayib uchayotganim yo'qmi? Nima bunda? Mak deb uchish. Короче, puffer. Menga qani? Menga qani yotoq? Men olib kelganman, men ushla. Bittasi senga, bittasi menga, men bu yoqqa. Ber. Hozir tash bering. Mana bittasi senga, bittasi menga. Men yotoq, ay. Yotoq so'radim. Hozir olib kelaman. To'nqayib uchma desa, to'nqayib uchasan yana. YouTube'dagilar ko'rsa senga kuladi lekin. 5 yil deganda va nihoyat keldim. Va nihoyat 5 yil deganda o'tirishga chiqdim. Artur bilan do'stlar. Qayerga o'tirmoqchi edim? To'xtanglar. Artur. Meni yotog'imga teginma lekin. Xo'p. Bo'ldi, yotog'imga deydi. Ana ovqat pishdi. Endi mazza qilib olaman. Necha kelsa bitta berib qo'yaman do'stlar. Qani endi? Puffer fishingni olib ket. To'nqayib uchma. To'nqayib uchma deyapman. Qayerga to'nqayib ketib qoldi? Qaytganim yo'q. To'nqayib uchma. Ay! Qayerdaman men? Bro, men seni o'zim uchirib olib tashib ketdim, короче. Agar jiza xohlasang oldinga olib kelib qo'yishim mumkin. Olib kelib qo'y. Aniqmi? Men seni oldinga boray, sen meniki emas. Balki yana oldinga borsam. Yo'q, yaxshi emas. Bo'ldi, men seni oldinga bordim. Yonyapman. Lekin qanday o'lganingni eslasam kulgim keladi. Hozir seni urib tashlayman, bu yoqqa. Mana mayiz bor. Stoykaga turishni o'rgandim, ke. Qani stoykaga turgani yo'q-ku hali. Qanisa? Meyizda urma. Men seni kutyapman, stoykada turib tayyor. Qani stoykada turgani yo'q. Mana. Bro, aniqsan men bilan urushmoqchimisan? Sen kuching yo'qolgan, javob sen. Qo'y. Kecha o'zim ovqatim yeyman. Mazza qilib. Juda shirin chiqdi. Qani tushqoqa qo'yib ol.
Kim yig'layapti o'rmon o'rtasida do'stlar? O'rmon